Beliqlar nima ketgandi? Savarqa lulu. Beliq tutishda savrchanlik va ustalik kerak. Mening qadaq tutilganligimni qarab tur, Biz o'ltirgandan beri hech nima tutolmagan tursam, nimaga qarayman? Men tutdim. Cho'ng bir beliq. U midirlayotdi. O ancha cho'ngda qilmaydi. Bu degan shakichiklarning ta'li. Yo'q, u mening ustaligim. Men sana beliq tutishni o'rgatib qo'yganimni unutib qolma. Lekin men sendan eshib ketdim. Mana bu paket. Bir kichik bola beliq tutishda bizdan eshib ketibdimi? Gap yoshda emas, boshda. Bu degan beliq tutish mahorati. O'rinni yaxshi tanlash, yemni ta'minlik qilish, diqqatni yig'ish va zerik bo'lish masalasi. Sen deganlaringga qanoat qilamsan. Albatta, men qobiliyatli bir beliqchi. O ishkisiga qarasizlar. Qodis kamtarlikda bu. Mubada o ishkisimi mendek zerak, usta bo'lgan bo'lsa-di, albatta menga o'xshash beliq tuta olgan bo'ladi. Mening qo'limda paketim bor. Bu beliq sana Allah keltirib bergan rizq o'g'lim. Uning ustalik yoki zeraklik bilan qilcha aloqasi yo'q. Qanday qisiga? Qo'lingdagi bu beliqning o'zi mening so'zimning paketi. Mubad beliq tutish ustalik va ilm bilan bo'ladigan ish bo'lsa-di, u ishkisi kasbiy beliqchi, sendan burroq beliq tutgan bo'ladi. Allah uni sen tug'ilgan kunda sana tutib bergan. Bu ishkisi nimishqa mendan qochib menga gap qilmaydi. Chunki sen ularni ko'zga ilmading. Men bunda qilmoqchi emas, faqat beliq tuta olganligimni, xushal bo'lganligimni ifodalamoqchidim. Men aytib bergan qissalardan hech nimani o'rganmaganligingdan mening ichim bushyapti. Xuddi vaqtimni ahamiyatsiz ishlar zoya qilgandek bo'ldi. Nimishqa? Men buncha ayblash kuchurg'idek nimani xato qildim? Takabburlik eng nachar ish, o'g'lim. Qorunning qavmi oningdan mollarining zakatini berishini so'rab, Alloh uning yaxshilik qilgandek, uning kambag'allarga yaxshilik qilishini aytganda, u ularga nima degan? Sen o'ylanib olay. Men bu mollarni bilimimga tayinib topdim degan. Mana bu uning eng cho'ng xatoligi. U mol dunyolarni zerakligim va ustaligimga tayinib topdim deb o'ylab, u mollarning Alloh taolo ato qilgan rizq ekanligini tushunamadi. Sizlar meni Qorundek ish qildi demoqchimi buva? Men bundoq demadim. Biroq men kichik bolalarning faxrlanishining mag'rurlanishga o'zgarib ketishiga paxas bo'l demoqchiman. Mag'rurlik o'z sohibini zulm va buzg'unchilikqa elib boradi. Men qandoq paxas bo'laman? Hech Qorunning qissasining davomini anglamagan tursam. Sen asta meni qissasining davomini aytishga qistavatsan. Ochiqni aytsam shundoq. Mushu ochiq gapining yuzidan bo'lsa-mu sana qissasining davomini aytib beray. Bir avan kishilarni Musa alayhissalomning da'vatiga iymon etishdan g'aflatda qo'yib, ularni dunyoning muhabbat va oxiratni unutish bilan mashg'ul qilmoqchi bo'lib, u joydagi mol dunyo va huquq kuchining hammani Musa alayhissalomning da'vatiga qarshi to'plabdi. Nima yasag'lar bu? Bu yerdan avval mangan budur. Bu Qorun begimning qorovulları. Ular nega ketayotgan? Yo'l boshtinglar, men qorovullarni ko'raman. Ay azgon, bizdan neri tur. Sen mening yo'limdan neri tur. Qorunning arvasiga qaranglar. Hamma yeri oltin ekan. Takilar rahatmikan degan. Buni degan. Uning kashirga yoqutga qaranglar. Uning yoqutlarining eng kichigimi katta bir saroy setib oldiganga yetdi ekan. Koshki bizning mumshu Qorunligidek dunyolarimiz bo'lgan bo'lsa. U haqiqatan ta'layli kishi ekan. Nima deyishyapsizlar? Uning Musoning Rabbiga kofir bo'lganligini unutib qoldinglarmi? Biz hozir din to'g'risida paranglashib o'tmaymiz, birodar. Shundoq,
dinni mal dünya ve altın gümüşlerge aylandırıp etişten neyimiz örürüydü? Özün qarab bak. Eset sizlarga. Allohning mo'min bo'lgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga berilgan savobi buningdanmi Bu yaxshi? peri nima davatıdır? u oxirat to'g'risida tugamaydigan ne'mat to'g'risida jannat to'g'risida gap qilyotidi. Bu manzirlarning hammasi yo'q qiladi. Kim bizden cennetke kirişimizge kepil bulalaydı? Allohning payg'ambari Musa bizga jannatni va'da qildi. Turli sinoqlarga sabr qilish sharti bilan jannatga faqat bu dunyoda sabrchan bo'lgan kishilarla ondan kira oladi. Bu fidanın haqiqatan önümü bo'ldi ya oliylari. Shundoq. Endi kishilar faqat Qarunning mol dunyosi, oltinlari, eliqi kashi va shuncha kuchli kishilarning uning xazinalarining ochqishlarini ko'tarmay qolganligi to'g'risida paranglashadi. Kishilar Musoning bizning qalbi qilganligini allaqachon unutib ketdi. Bu lashkarlarni tayyorlab, Musoning angushlarini yo'qotishning eng yaxshi payti. Qarunning belini ishlatib uning yordam qilishini talab qilibsizmi? Yo'q, biz hech kimning yordamisiz Musoni yemishimiz kerak. Bo'lmasa, xalq ishonmaydi. Shundoq oliylari, shundoq. Deganlari o'rtoq. Qarunga ilmi u ega bo'lgan boylik va shuhratlar yetib oshidi. Lashkarlarga farmon qil. Ular Musa va uning qavmi ketib ketishdan burun ularni bosirga ol. Daryo suyi ikkiga bo'linib, Musa va uning odamlari xotirjam o'tib ketibdi. Fir'avnning lashkarlari ularni quvlab daryodan o'tmoqchi bo'lganda, daryo suyi qo'shilib, hammasi g'arq bo'lib ketibdi. O bir mo'jiza. Hammalarning daryoda o'lib ketganiga ishongim kelmayotdi, bikim. Ölümni tilg'i elilama axlaq. Mening xotirjam taom yavatqanligimni ko'mayvatam sen sexim. Kechirsizlar bikim. Biroq yuzmagan ishlar to'limi xatarlik. En xatarlik ish meni biyoram qilib, oromimni buzishim. Angla sexim. Bu hayot mening nazarimda mushu bir sapoq o'zimga o'xshaydi. Inson uni eg'ziga silishi lozim. Bu nima degan qoltis so'z? Sen o nima degan ikki yuzlicha odamsan. Sen menga gapini qilgan yiliqi Lutsilliga degan go'zal qiz. Meni qanday qishq salaman desili shuni darhol beja keltiraman begim. Xulsamı davamlıq senin itaatmen xizmatkorlari bo'lib tush ko'ratdin. Qani deb bak Lutsilla. Sening diqqatingni menga eng ko'p tortgan narsa zodi nima? Keşri begim. Neymişqa? Men senin güzel çıraylarına udul qarashqa petin almayman begim. Şuna keşrigili qarayman. Keşrigili qarayman. Mening chiroyim go'zalmi? Yolg'on aytibsan. Mana uvol qilmisizlar begim. Yoshlarim o da ayni o'z o'lsini yavatgan timsohning yoshlaridek ko'rinmadi-ku. Mana rahim qilsinlar begim. Sana foydali bir ish bor. Men seni shu ishga solmoqchi. Agar shu ishni joyida bajara olsam, sana xohlaganimni beraman. Biz Seyna çölüde meğvatqanımızga 2 kun bo'ldi. Men yo'ldan esib qoldikmikin deb qo'rqyapman. Og'zingni yum. Deyishganimiz bo'yicha boshqalar seni pak gaja deb o'ylashi kerak. Musa va uning qavmiga uchrashgan cheg'imizni eg'zini tamoman yumib olaman. Hozirdan boshlab jim turishni mashq qil. Ana qara, Musoning qavmi. Baba! Hey odamlar! Nima bo'ldi birodar? Biz Sina aholisidan bo'lib, yiroq bir sahroda turimiz. Alloh tarafdan avatilgan payg'ambar deyiladigan bir odamning chiqqanligini angladik. U Allohning payg'ambari Musa, biz uning agashkuchilari. Shundaqmi to'g'ri kelgan bormi? Sen meni uning qiyshiq boshlab bora olamsan. Nemishqa? Balkim uni bizga ichi og'rib, Allohga duo qilsa, Alloh qizimga shifolik berib qolsa ajab emas. Baba!
Allohning yordami bo'lmasa, hech qo'limizdan kelmaydi. Biz bilan yuringlar. Yaxshi. Lutfullohning ishi hozirga qadar biz o'ylaganimizdek bo'lib turibdi. Kishilar uning kasal bechora ekanligiga ishonadi. Ay birodar, Alloh qizimga shifolik bergan tursa, yana nimandaq parishon ma'nasan. Obro'yim depsendi bo'ldi. O'zini Allohning payg'ambari deb olgan u odam mening obro'yimni depsendi qildi. Tiling tutilg'ay. Allohning payg'ambariga nemishqa bundaq tuhmat qilasan? Uning o'zidan so'rab beqinglar. Shundoq. Men davolanish uchun uning kapsiga borgan cheg'imda shundoq ish yuz berdi. Yolg'on aytyapsan. Men qanday qisqa kishilarning orasida o'zimni rasvo qildigan va nomusga qo'ydigan ish bilan yolg'ondan o'zimga tuhmat qilgudekman. Sen mushu tuhmatni payg'ambarning yuziga deyalamsan? Ha, deyalayman. O ayol Musa alayhissalomning kapsiga kiribdi. Musa alayhissalom bu chaqda qavmiga Allohning kitobini o'qib berayotgan ekan. U ayol uningga: Musa, sen men bilan payish qilding. Hazrat payg'ambar bundan cho'chib ketib, Alloh uchun 2 rakat namoz o'qig'ili o'rnidan turibdi. Ona jim turganlik gunoh qilganlikni isboti u deydigan gap topolmayotdi. O Rabbi uchun namoz o'qiyotdi. Ehtimol bizdan o'chilib berish uchun duo qildi. Ağzını yom cinayetçi. Onun qilgan askiliklari qaramay yana uningga chapa yeb bo'g'atamsan. Sen og'zingni yum. Men bundan ortiq bardashlik bermayman. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom namozidan bekor bo'lib, eliq ayolga: "Sen Bani Isroilga Nil daryosini 2 ko'rib bergan, sizlarga Tavrat nozil qilgan va meni sizlarning payg'ambaringlar qilgan zotning nomi bilan so'zimning rostiga qasam qila olamsan" debdi. Sizlar mendan qasam qilishni talab qilgan ekan. Men Allohni guvohchi qilib turib aytamanki, sizlar gunohdan pok. Sizlar Allohning payg'ambari. Meni Qarun mushundoq bo'xton chaplashga yo'llagan edi. Sizlarning topallari ostidagi zaminni so'yay. Allohning payg'ambari meni afo qilsinlar. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom sajdaga yiqilib, yaratquchisiga g'am andishlarini shikoyat qilib yig'lashga boshladi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalom bizga bayon qilinganidek, Alloh Musa alayhissalomga: "Ey Musa, nimaga yig'laysan? Zaminni sana bo'ysundirib berdik. Uni xolig'iningga buyrug'in" deb vahiy qildi. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom zaminga amr qilib, ularni yo'qotgan. Hammadan g'olib Alloh zaminga Qarunni yutishga ishorat qilgan, zamin aqli farmonida bajardi. Qarun yerga dunyo tushib, yer qo'yib hamda jinin qarshi boqdi. Allah, ya Allah. Sen boylarımın yerini bere. Ya, hangisini bere? Beni tutuldururlar. Beni tutuldururlar. Yemişte hiç kim cevap vermeydi. Beni tutuldururlar. Bu çağda Allah'ın herkesi büyük ve şartlarına faaliyatla başvurduğu herkesi zemin bastığı için. Neymiş bu? Qarunun sarı yaqini, onun mal dünyaları ço. Hamma narsa shundoq oson ko'zdan g'oyib bo'landi. Biz textun hugilla Qarunga o'xshash bo'lishni orzu qilmaganmidik? Mubodo Alloh bizning tilimizni ijobat qilib qolsa, hozirlar mushu kichikligimizning tigida o'larkanmiz.
Allah haqiqatan xohlagan kishining rizqini keng qilib, xohlaganini tor qiladi ekan. Allah bizga yaxshilik qilmagan bo'lsa, bizni jar yutarkan to'q. To'g'ri deding. Kafirlar zodi nijot topolmaydi. بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. Bu jazo tozimi joyida bo'pti. U nimishqa Allohning payg'ambaridan bir payg'ambarga yolg'onda tuhmat chaplaydi. Uning gunohi faqat bo'la emas. Uning birinchi jinoyati zaminda cho'ngchilik qilish. Qandoq cho'ngchilik? O men bu mal dunyolarni belimimga tayinib topdim degan so'zi orqali insonga rizq berdigini insonning o'zi Alloh emas deb o'zini birinchi o'ringa qo'ymoqchi bo'lgan. Deganlari to'g'ri bo'va. Qarunning bu so'zi zaminga cho'ngchilik va buzuqchilikning urug'ini chashdi. Bu so'zning aks sadosi bu hayotda davomli takrorlanib turadi. O ko'ngillarni va qalblarni buzadi. Mushu zolimlarcha aytilgan so'z tufaylidan Allah uni mushu dunyoda yerga yutqizib jazoladi. Bu Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'ayb ish. Biz biladigan va jazm qila oladigan ish shuki, Qarun tarixda o'zining ilmini boylik to'plashdagi birinchi omil deb qaraydigan har qanday kishiga ibrat bo'ldi. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن